Assalamu alaykum vatandaşlar. Bugünkü Mustaqillik Yolda İzdeniş programımızın 18. sanıga hoş geldinler. Bugün biz Şarkı Türkistan sürgün hükümeti Baş Minister Abdulahad Nur efendimni bu söhbetimizge qayta teklif kıldık. Abdulahad Nur efendim, söhbetimizge hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Söhbetimizni başlaştan burun biz oldu bilen şu vaziyetninki taqazası bilen insan hakları üstüde gap qilamiz. Çünkü bugün insan hakları günü. İnsan boluş süpti bilen qanday haklar boluş kerakligini hammamiz bilamiz. Ama Şarkı Türkistan xalqlarının hiçbir insanlık hakkı kapolatga ega emas. Elbette insanlık hakkı kapolatga ega bo'lish uchun mustaqil davlat bo'lish kerak. Ammo hozir bizningki ba'zi tashkilotlarimizda o'ylanayotgan insonlik o'yinlari, inson haqlarini qo'g'dash o'yinlari amaliyotda Xitoyningki inson haqlarini Xitoyning ichki ishiga aylantirish o'yini bo'lib qolyotdi. Shunga oldi bilan mush savolga bu inson haqlarini to'g'risida bir gap qilib bakkan bo'lsangiz, inson haqlari qanday bo'lishi kerak, bu mustaqillik bilan munosabati qanday munosib bo'lishi kerak degan to'g'risida bir gap qilib bakkan bo'lsangiz, undan keyin biz o'zimizning fikrimizni Rahmet Cüret efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Şarkı Türkistan halkı. Bugün hümümüzge ma'lum bo'lgandek xalqaro inson haqlari kuni. Mushu 12 ayning 10 kuni xalqaro inson haqlari kuni. Bütün dünya xalqining inson haqlari g'albalik muhofaza qilinsin ve mübarek bo'lsin. Endi inson haqlari degan vaqtda ham hozirgi biz inson haqlari deb so'zlashayotgan vaqtda bu inson haqlari xalqaro o'lchamda bekitilgan bir inson haqlari var. Bu insanlar tarafından bekitilgan bir ölçem. Bunu hemmimiz bilimiz. Bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın insan hakları kanunlarında, anlaşmalarında şunun yazılık var. Benim hazır sözleydiğim Allah'ın bizge bergen insan haklarından biraz gap kılaylı endi. Çünkü insan haklarını Allah berdi. Çünkü insanı Allah yaratgandan yoktan insanın hakkını nereden nege hakkı var Allah belgeledi ya. Bundan bo'lgandan bizning İslam dini insaniyetin hakkını qo'g'dash uchun yaratilgan birdan. Shuning uchun islom ruhiga asosan bizning qanday haq huquqlarimiz bor degan vaqtda bir insonning jonini qo'g'dash huquqi bor. Jonining emniyeti, amanligi garantilangan islomda. Shuning uchun dunyoning har qanday yerida, qanday irq, qanday din, qanday til, qanday urf-odat egasi bo'lishidan qat'iy nazar her qanday insan jeni amanlık astıda buluş gerek. Jeni qo'g'dilish gerek. Bu noktada bizninki jenimiz qo'g'dalmayapti. Çünkü vatanimizning Xitoy tajovuzchilari besavag'achqa biz şu vatanning egisi bo'lg'achqa Xitoy bizni yo'qotmasa u vatanni o'zining qilib olmaydigan bo'lganligi uchun ishg'oliyat niyati bilan tajovuzchilik niyati bilan Sharqiy Turkiston xalqini butunlay yo'q qilib yetib bordi. Bizning jenimiz qo'g'dalmayapti. Bizning haqqimiz Xitoy tajovuzchilari tarafidan bo'lib elinmayapti. İkinci haqqimiz bizningki aqida erkinligimiz. İnsaniyatning qanday inson bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi dinda yashasa, qanday aqidada yashasa, o'zining erkinligi. Qur'onda buningda jiq oyat va la ikraha fid-din boshda bo'lish sifati bilan bu yerda her qanday odam qaysi dinda yashasa, u o'zining erkinligi. Ammo Alloh İslamiyatni eng to'g'ri din mush dinda yashanglar deb buyruq qo'yganlar. Ammo inson yana juz'iy ixtiyor beriglar. Şu insan cüz'i ixtiyorini qo'llanib, men boshqa dinda yashayman desa o'zining ishi. Shuning uchun biz Sharqiy Turkiston xalqi musulmon bo'lish sutimiz bilan islom dini Alloh tarafidan mushidan to'g'ridan mushundaq yashaysa deb buyruq qilingan bir dinda yashayapmiz. Shunda turg'uluq Alloh tarafidan belgilangan dinni Xitoy tajovuzchiligi yüzüden yaşayamayapmiz.
dinimiz çekilinevatıdı, akidimiz çekilinevatıdı. Hatta akidimizgacha buzg'unchilik qilib Xitoy buni qo'limizdan oldi, bu mu yo'q qilyapti, bu mu vatanimizdan qo'ldan ketganligining yuzidan bo'lyapti. Bu inson aqlimizning ikkinchi bosqichi yo'q hamda bizning qo'limizda. Ikkinchi qismi yo'q. Uchinchi qismi insonningki xohlagancha mol-mulk egisi bo'lish haqqi bo'ladi. Bu mol-mulk sahibi bo'lish degan shaxsiy mulkdan tortib, shu milliy mulk, shu vatangacha. Shuning uchun bizning ajdodimiz Sharqiy Turkistonni vatan qilib qurib chiqqandan keyin 6000 yildan ko'proq vaqtdan beri biz shu Sharqiy Turkistonda yashayapmiz. Bunimi eng oxirgi kelgan vaqtda Xitoy tajovuzchilari kelib vatanimizni hududimizdan elib oldi. Elib olib bizning shaxsiy mulklarimizni bulang-talang qilgandan sirt milliy mulkimiz bo'lgan Sharqiy Turkiston ana vatanimizni tortib oldi. Vatansiz qilib etib bizni yo'q qilish maqsadida shunday qilyapti, irqiy qirg'inchilik qilib boryapti. Bu haq huquqimizni Xitoy tajovuzchilarining qo'lidan tortib olindi. Andan keyin to'rtinchisi aqliy mulk huquqimiz. Biz har qanday dunyoning har qanday bir yerida inson o'zining kallasini ishiltib, o'qib, ijod qilib, bir narsani ijod qilib aqliy mulk huquqi va andan keyin aqlini qo'g'dash huquqi va Xitoy tajovuzchilari bunimi vatanimizni besib olgandan keyin aqlimizga nima qilib, milliy ma'rifimizni yo'q qilib, bizning aqlimizni o'zininki kommunistik zahar bilan zaharlab aqlimizni yo'q qilishga tirishyapti. Bizni manqurtlashtirib, mingimizni yutib, Xitoy o'ziga o'xshash maxluqlarga aylantirishga tirishyapti. Aqlimizni qo'g'dash, aqliy mulk huquqimizni Xitoy tarafidan tortib olindi, bu haqqimizni qo'limizdan elib olindi. 5-chi huquqimiz her qanday inson dunyoning har qanday yerida xohlagan inson bilan to'y qilib, xohlagan inson bilan xohlagan shaklda bola tepish. Ailega bo'lash, bola chaqa sahibi bo'lash huquqimiz vardı. Buni Xitoy tajovuzchilari kelgandan keyin planliq tug'ut, uchu-buchu deydigan o'zininki uydurma, sun'iy irqiy qirg'inchilik qilish niyati bilan uydurib chiqarilgan sun'iy qonunlar orqali bizningki bu to'y qilish, bola chaqalik bo'lash, oila qurish huquqlarimizni hammani tortib oldi. Oxirgi zamonlarda bar bo'lgan oilamizdan vayron qilib, bolalarimizni ekitib, mingisni yuvib xitoylashtiryapti. Shuning uchun bu yalnız insonlar tarafidan berilgan inson haqlari emas, Alloh tarafidan berilgan İslamiyet yo'lidan kelgan bizning 5 ana inson haqlarimizni Xitoy tajovuzchilarining tajovuzchilik tufaylidan yo'q qilinyapti. Endi bu inson haqlari degan gap bizning qo'limizdan tortib elingandan keyin biz davomli shu inson haqlarimizni davosini qilamiz, inson haqlari davosimizni qilamiz. Bu davo inson haqlari bilan shu yerda turib qolib, Xitoy bizga inson haqlarini bas bo'ldi deb shu yerda to'xtab qolsa, Xitoy bermaydi uni. Biz inson haqlarimizni kapolatga ega qilish uchun shu besivilingan vatanimiz Sharqiy Turkistonimizning mustaqilligini asliga keltirgan chog'imizda, undan keyin bizning shu sanab o'tilgan shu inson haqlarimiz kapolatga ega bo'ladi. Shuning uchun bugünkidek shunday muhim kunlarda, inson haqlari so'zlanayotgan kunlarda biz Sharqiy Turkistonlik butun xalq, butun tashkilotlar hammamiz birlashib xalqarodan shu vatanimizning mustaqilligini asliga keltirmasak, inson huquqlarimiz kapolatga ega bo'lmaydi deganni tushuntirishimiz lozim xalqqa. Buni tushundimay, Xitoy bizga inson haqlari vasulutdi, bizni madaniyatimizni unda qirg'inchilik qilyapti, dinimizni to'xtatib qo'yapti deb kichik shoxchilarda to'xtab qolsak, bu Xitoyningki shu nimasi shu. Kutkuni shu. Xitoyning kutgan yeridan chiqamiz. Xitoy mi deydiki, biz 1,5 milliard insonni beqiyotimiz, dunyoning 4/1 nüfusini biz beqiyotimiz. Bu xalqlarningki bunda deganiga ma'qul desak, Xitoy hukumatı fikrab turolmaydi, Xitoy xalqi ochildi, ul deb dunyoni aldaydi. To'g'ri. Dunyoni aldab, ankin bular asonliklar bo'lgandan keyin biz ko'p sonliklarning manfaatini qo'g'dimasa qo'ymaydi deb aldaydi. Biz inson haqlarini Xitoydan talab qilsak, Xitoyning ichki ishi bo'ladi. Xitoy bu bizning ichki ishimiz, biz ko'p sonlikning qo'sqini baqmasak bo'lmaydi deb bizga qaramasa xalqaro gap qilinmaydi. Shuning uchun biz haq sohibi bo'lgandan keyin bu yalnız inson haqlari masalasi emas, bu ishg'oliyat masalasi,
bu butunlay bu irqiy qirg'inchilik masalasi, bu irqiy qirg'inchilikning to'xtashi uchun vatanimizning mustaqilligini asliga keltirmasak bo'lmaydi. Bizga buning uchun yordam qilinglar deb ash masalaning post kallasini demasak xalqaroga Xitoyning kadrlari chet elga chiqargan da'vochi tunugu urinib olgan Xitoy kadrlari buni halqi bijdam madaniyat qirg'inchiligi deb baqayotgan bijdam u deb baqan mushunda qilib Xitoy belgilab bergan katanga so'rashga tirishib ketib bordi. Shuning uchun biz buni o'zimizning da'vosiga o'zimiz ega chiqib Sharqiy Turkiston xalqi bu da'voning xarakterining inson haqlari masalasi emas, bu irqiy qirg'inchilik masalasi, bir mustaqil davlatning ishg'ol qilinish masalasi deb xalqqa mushundaq jakarlasak va mush shaklda yordam talab qilsak bu uyg'un bo'ladi. Allohga mush shaklda duo qilishimiz lozim. Ey Allah, bizning Xitoy bilan aloqamiz yo'q. U dushman, sening dushmaning Xitoy, sening qanday dushmaning bo'lgan bo'lsa, bizning dushmanimiz, biz uni bizning hukumatimiz deb qabul qilmaymiz. Shuning uchun sendan boshqa panoyimiz yo'q, bizga chiqish yo'l ber deb mush maqsad bilan duo qilsak, Allohning duoyimizni ijobat qiladi. Chunki Alloh haq tarafdori. Rahmat. Demak, Xitoylar bizniki Alloh tarafdan ato qilingan huquqlarimizni dafsan qilyapti. Faqat mustaqillik bizning bu huquqlarimizningki kafolat bo'lishiga kafolat bo'ladi ekan. Hamda biz o'zimizning diniy temamizga kelsak, qayta bir qatam diniy suhbat qilamiz bugun. Hammamiz bilamiz, ishg'oliyat ostidagi xalqning o'z diniga erkin ega bo'lishi basi mushkul. Bo'libmi Xitoydagi bir nejis hokimiyatning qo'liga tushgan o'z vatanimizda o'zimizga erkin va to'g'ri yo'ldan ega bo'lish, o'zimizning diniga to'g'ri yo'ldan ega bo'lish huquqimiz yo'q. Bir millat biz o'zimizning barliq huquqlardan mahrum bo'ldik. Endi shaklda Sharq Turkiston xalqininki diniy erkinligi bor. Masjidi bor va imom bor. Mohiyatda masjidning ichida Xitoy yachaykisi bor. Partiyasiningki yachaykisi bor. Bu burunqi gaplar. Hozir Xitoylar ochiq-oshkora masjidlarni chiqib, dinga oshkora hujum qilyotdi va o'zininki Xitoy kunzining ideologiyasiga dinni bo'ysundirishni maqsad qilyotdi va g'oljirlarcha hujum qilyotdi dinimizga. Xo'sh, undaqda biz o'z vatanimizdagi ayni chog'dagi va hozirgi diniy vaziyatni tushunamdik. Dinni qanchalik tushunamiz va islom dinimizdan iborat Xitoy tajovuzlariga qarshi turgan eng qudratli qurolimizni ishlatishga tayyormiz. Mush masala ustida Abdulahad Nur afandim bilan suhbat olib boramiz. Oldi bilan hamda Abdulahad Nur afandim bir yetuk diniy olim. Siz o'zingizning vatanda qanday bir diniy tarbiya olganligingizni, qanday mush bilimlarga erishganligingizni bir tafsiliy so'zlab o'tib bergan bo'lsangiz, biz buningdan bir o'rganish qilsak. Rahmat. Biz tug'ilgan vaqtda men shu madaniyat inqilobi degan shu Xitoyning irqiy qirg'inchilik siyosatini yurgizayotgan davrda shu chog'da tug'ilib ekanman. Men cho'ng bo'lsam bu diniy o'qish deydigan narsa butunlay cheklanganlikkan. Biz shu kichik vaqtlarimizda talaga o'ynaga chiqadigan vaqtlarimizda, talaga chiqib bir mang'adek talada o'ynaydigan vaqtlarimizda shu Xitoyning kadrlari kelib, anam dadamni aytibdi, sen dangchampay, sen buzuq unsur, sen Baydixon deganda qalpaqlar bilan har kun aytib pipan qilib o'ynaydi. U ota-onamiz unda tilishtirayotgandan keyin bizmi xalqlar tarafidan shunday Baydixonning bolasi, Pomchikning bolasi deygandek gaplardan cheklanibdi. Cheklangandan keyin bak kichik bola aldirab teslim bo'lmaydi-ku, kichik bolaninki ruhiy pokiz bo'lgandan keyin jiqnasini o'ylanib ketmay, o'zininki ko'ngliga kelganini davrida shu bo'lgandan keyin men shu kichiklikda ota-onamga aziyat qilgan odamni tillaydigan, vaqirab jaqiradigan kuchim yetmasa, haqliga vaqirab urishadigan ashlar ishlarim bordi. Kichik bu vaqt endi mang'adek vaqtlarimizni tatib qarish turdik shu Xitoyning kadrlariga. Keyin anandan keyin mushundaq bo'lash jarayonida butunlay atrofdagi odamlar bilan ushaqlar bilan adashlarimiz bilan urushib qoldigan ishlar bo'ldi. Kunlarning birida Ahmed deydigan bir adashim bilan urushib qoldim men ko'chada yana.
Urush bu menden bir 2 yaş olsun ben onu yenivettim. Udum hem de. Uğandan keyin o adamcık ya da sen benim yeni yalgan bilen men veşşemsini bilmen, sen bilmeysen men yana senden üstün dep kaldı ço bu. Degenden keyin bu veşşemsi degen kelime kulqum 5 çıraylık alınıp ketdi. Bu nimeydi bu veşşemsi demek kulqum şundaq çıraylık alındı. Nime o veşşemsi desem Kur'an'ın bir suresi men onu yadı bilmem sen bilmeysen dedi o. Degenden keyin şunu bilen sen nereden öğrendin desem İsmail Qarkam'dan öğrendim dedi. İsmail Qarkam degeni mening hammaçamning eri, bizning qo'shnimiz. Şu menden tayoq yegan balaning dadisi aşınçırak qiyinchilikda ona şu İsmail Qarkamga kelib turibdi o'qisin deb. Men qo'shnisi xabarim yo'q ekan shundan. Xitoyning vahshiyligidan şu adamlarning o'zining atrofidagi tuqqanlarini o'qitishga jur'at qilmayotgan bir vaqt endi bu. Şunun bilan men jugurib kirib İsmail Qarkamga sen Ahmetga va Shamsini o'qitibsa, "Mana nima qilib ketmading?" dedim ash qo'polliqim bilan. O kun ko'rib turgan qo'shnimiz endi. Desem shunda quchoqlab, beshimni silab, "Voy mening balam, chiroyli balam, obdan balam" deb boshlarimni silab ketdi. Anandan keyin quchoqlab, "Mana sana men o'gitib qo'yim balam, xafanmi" deb qilgandan keyin kichigimizdan qo'shnilarimizdan tilishib, haqoratlab o'ginib qolgan odam adamning asliq muomalasidan yog'deklab erib ketdim da mavada. Erib ketib, mushundam yaxshi muomala qildi odamlar borkan bizning mahallada. Men davomli mush odamning qishiga kirsam bo'ldi ekan deb kirib menga o'gitib qo'y dedim. Ma'qul deb balki haftalikninki ilpatasalarini yozib berdi. 5 kunda uni yodab bo'ldim. Bir haftaga qolmay Qur'on o'qishni o'rganib oldim men. Ügünü fulab anadaki şunundan keyin bu dini o'qishning ne kadar güzelligiga meptun bulab dini o'qishga kirib ketdim şu kichik yoshimda. Andan keyin kelar yildan tortib bu fanniy maktabga bormasa bo'lmaydigan bo'lib qolib meni maktabga berdi. Maktabga bergandan keyin o maktabga barabamas o bir yezining maktabi hamda o 6 mahalla bor. O'chaq dadi shodi deb qo'ydi-ku. Bir dadining maktabida 6 shodi bor. Yani bir kentte 6 mahalle var, şunun ve 400-500 balı var. Müvekkil berip oğuz şu birinci sınıftan başlayımız uçakta. Abi melim degen adamı çıkıp Ablat Nur çıka oturga. Yanı bir yerde Mehmet Nur degen bir sıvaken tunumaydı kemme. Familiyimiz okşap ketken bilen tukkunumuz emas da. Aynen okşaydı kemmez. Ablat Nur, Mehmet Nur oturga çıka deplam çıkırıp şu döz adamını aldı bir pipan kıldı, nimi kıldı ki desek. Ma go'yla nunutmay mush zamanda Qur'on o'qishni o'rgangan deb. Men avu tuqqunimni oyda Qur'on o'qisam, o'rgansam, maktabda berib, va uchur berib, maktabdagi adamlarni 3-4 adamni oldida pipan qilib rasva qildi dedi. Shuningdan keyin men maktabning muallimlariga o'chilab ketdim, va digi adashlarimga o'chilab ketdim, ashunda bo'lib bu jarayonda bir tarafdan o'qiyverdim, nima qilsam qilish deb. Mektepten çalıştık her günü. Yani bir taraftan mektepten çalıştığımız aşında olab okuduk. Bu çekilmiştin anındaki o bizdenki İsmail Qarkamga besim geldi. O men okutamayotgan balam xapamı dedi. Anındaki bizning mahallada arıqchan bo'lib qolgan bir qiz bola patichi. O Qur'on o'qishni bilirken onunga berib o'rgandim. Bizning mahallada yana bir odam bor, shunga berib o'rgandim. Oxirida diniy maktab aşında boshlanib ketdi. 81-yilga kelgan vaqtda anındaki keyin men o penni mektepni tashvit etib bo'ldi. Kun va'da tayoq yeb, kun va'da tilishib, ma'limildan savaqdoshlar tarafdan tilishib va'da o'qigandan, mush meni hurmat qiladigan, meni yaxshi o'qitadigan mush diniy maktabda o'qiy deb, bir uzoqroq yerga ketib, haftada 3 kun ketib keladigan. Iminaxon xalpitim deydigan bir xalpitim bordi, shu bizning yurtda tunilgan bir olim adam. Shu yerga berib, men deb shu yerga bordim. Borgandan keyin bu odamdan boshda Qur'on o'qishni bilib borganman va Qur'on o'qiy oldim. Undan keyin balam sizlar mush boshda o'zimizning tilni o'qinglar deb, shu Xaqaniya tilida yozilgan kitoblardan boshlatdi. Chag'atay yoziqimiz bu. Xaqaniya yoziqida boshlangan, masalan, Supallayar, Xo'ja Hafiz, Shoh Mashrab degandek shu vaqtdagi bizningki klassik adabiyotlarimizni o'qitishga boshladi. Uni zadim ishga qilmay o'rganib oldim men. Bugün poğandan keyin anadaki men sizlarni nimaga boshlatay, davos arabchaga boshlatay deb arabcha boshlatdi, arabcha grammatika boshlatdi.
Arapça grammatikini, anandikin o grammatika bu dini, Kur'an'ını ve hadisini düşünüş için okutulan grammatikalardı bu. Bu bütün İslam dünyasındaki medreselerde okutulan bir sistemninki kitaplarımdı bu. Meyli Mısır'da olsun, meyli Türkiye'de olsun, meyli bizim vatanda olsun, okşaş sistemi de okutulduğu çağda. Şu çağda okutulan şu Arap grammatikası, Sörüp Mevzi Zencani degендek, Hidayet-i Nehve, anandakin Elfiye degендek, şu grammatiklik tılığı dair kitaplarını okuduk, onun da yaxşı okuduk. Onun da yaxşı bilip ketkendiğin keyin, anandakin ustazımız koyup, sizler Arapçada yaxşılandыңlar. Hem de Parisçinin bu okumasanız bulmaydı da Parisçini ügetti. Parisçida Şeyh Sadi'ninki Bostan Gulistan şu orijinal Parisçilerini şu yerden ügendik. Anadaki Celaleddin Rumi'nin Mesnevi'ni ügendik. Abdülkadir Bidil'ninki Bidil degen kitaplarını şu edebiyat, klasik edebiyatta şu orijinal üzerinin tili şu Parisçi kitaplarını onu ügendik. Anadaki Arap edebiyatı öğrettik. O vedelke makamat deydiğen, anadaki İmre el-Kays'ninki kitapları, Banet Suad deydiğen meşhur dünya boyunca Arap edebiyatları. Onu öğrenip bu tıl sahasında obdan boğandan keyin bulama dini sahasında keyin tefsir dersleri, o hadis dersleri, dersleri, usul fıkıh dersleri, ma dindeki derslerinki türleri hemdi bu. Ma fıkıh degenimiz kanunçuluk, usul fıkıh degen kanunçulukni qanday işlep çıkarış kaideleri, kanunni qanday yasash, qanday işlep çıkarış, nimege asasen, qaysi maddelarni nimege asasen tüzüp çıkıldı. Yani dini felsefege, dini mantık göre kanun işlep çıkarış ve dini kanuniyetini düşünüş meselesi onu okudu. Anadaki bizim siyaset sayılan hadis kitaplarımız var. Bütün dünya boyunca itiraf kılınan hadis kitapları onu okudu. Tefsirler okudu. Tefsirlerden mi anadaki şu Kur'an'ın tefsiri bu. Birinci katı şu Celaleyn'den başlayımız anadaki Taberi, Sa'di digendek. Onu okuduğun yakın anadaki ma Tabtazani'nin tefsiri var. Keşşaf deydiğen onu okuyumuz. Onundan keyin Avzimizden milli bir tefsiri var. Ebu Leys Semerkandi'ninki, Semerkandlik Ebu Leys rahmetullahi aleyh tarafından yazılgan Tefsirul Kur'an deb namı var. Ama biz ma Türkistan halkı bu çağda Türkistan bilinmegendikken ama haq Türkistan deb qaraydı. Hazır Şarkı Türkistan deymiz. Biz Şarkı Türkistan halkı onu Bahrul Ulum deb ataymiz. İlim denizi deb ataymiz. Az şekildeki tefsirlerini ügetdi. Ügetkendikken hem bizning o dini medresemizde meyli Parsi cihetdeki edebiyat olsun, özümüzdeki Hakaniyatlıdaki edebiyatlar olsun, Arap edebiyatı olsun, hadis kitapları olsun, tefsir olsun, tecvid, anamdaki bu kanunçuluk, kanunni qanday yasash meselesi, anamdaki onundan mekin felsefe güçümüz. Felsefede İsa Hoca deb bir kitaptan başlayımız. İsa Hoca degen Uygurça bir Uygur'un ismidek duyuldu. Emniyette Grek dilideki insanın kallasını nurlandırdığın kitap degen mananı bildirdi Grek dilide. İsa Hoca başlayımız anandaki Şemsiye degen kitap var. Şu felsefe kitabı. Anandaki Sullem degen şurada degen gap. Pestin asmanga çıkıdığan şurada. Sullem qatarlıq aşı klasik felsefe kitaplarını okudu. O hem de bizden bir yezi bu. Yezi boğan biri şu ustaz aşınçılar penlerinin hemmesini bildiğin ustazlar bizden Şarkı Türkistan'ın yezileri de vardı. Mesela ustazımız İmnan Xiyat'ın Kaşgar'da okutken anadaki Musa Muftahunum degen yoğun bir zat okutken. Musa Muftahunum Qağılıqdaki Tecelli Hazretine şagirdi. Bu Tecelli Hazretine halka muş şiiriyette, muş edebiyatta dank çıkargan yoğun adam. Hazır ma şiiriyette ilmi uruz deyildi. İlmi uruzda veznler var şiirlerinki. Ama ma Tecelli'ninki yazgan şiirlerde ilmi uruzdan eşip onun da yok veznlerini icat kılıp şiir yazgan adam. Mesela eserlerin aslında Berk Tecelli var. Berk Tecelli degen Parisçe. Sebeka Mucelli var. Bu Arapça yazılgan şiirler. Aşındaq derecede Arap şairlerinin, Arap edebiyatlarının ütep ketken derecedeki yoğun alımlar bizden vatanda var. Şunun şagirtleri hem de
ustozlar. Bizning vatandagi shu diniy sistem mushundaqdi. Keyin anandan keyin men ustozimizni o'qib 85-yilga kelganda men Qashqarga borib o'qiy desam, ustoz dedi, "Mishada yaxshi o'qidingiz siz hamda. Qashqarga borsingizmi? Shu biz o'rgatgandan ortiqni o'rgatmaydi, berib ko'rib keling." Ammo Mishadan deb qo'yay, Qashqarga borsingiz, bizmi o'rganmaysiz, buning ustiga bir narsa qo'yolmaysiz, dedi. Shunda o'smi barpaqil deb borsak, rost ashundaq ekan. Shu Qashqar shahrining hammasida mayli xalqlik madrasada bo'lsin. Men shu xalqlik madrasada yana 85dan tortib 89gacha yana xalqlik madrasada o'qidim. Ba'da ortiq bilim bo'lmagan bilan yana nurg'u yerdan kelgan insonlar bilan tanishganmiz, qarindoshlar ekan. Bir tarafdan o'qib, bir tarafdan mudarrislik qildim men Qashqarda. Shu Qashqarningki o'qishi, vatanimizningki shu o'qish sistemasi mushundaqda milliycha o'qish bordi. Şu anda Xitoy biraz siyaset jihatdan kengaytirib qo'yib bergan bir vaqt bo'lgandan keyin xalqimiz ichidagi diniy olimlarimiz shunda ichida nima ilm bo'lgan bo'lsa shu shaxsni berib insonlarimizni shunda yaxshi tarbiyalagan. Ammo 89-yilga kelgan vaqtda Xitoy buningga chidamay, andan keyin 85-yilga kelgan vaqtda Xitoy o'zininki diniy maktablarini ochamiz degan nimalar bilan ve diniy maktab açishga başladı. Xitoy o'zi diniy maktabni ochib bo'liblar. Mana undan bizning milliy ma'rifimiz, diniy madrasalarni taqib etdi. Ta'did qildi, taqidi, o'qiyanmas bo'ldik. Anki Xitoyda o'qib chiqqan odamlar ahli ilm bo'lmay, o'tganki suhbatimizga terminologiya bo'yicha ahli ilm bo'lmay, Xitoyda o'qib chiqqanlar ahli kitob bo'lib chiqdi. Ya'ni ahli kitob degan kitobni biladi. O'qigan kitoblarni bilib bilimi var. Ama bu bilimni xalq uchun ishlatmay, Alloh rizosi uchun ishlatmay, Xitoyning rizosi uchun ishlatilgan sun'iy manqurt imomlar, manqurt olimlar yetishib chiqdi. Buni Xitoy shu mushu irqiy qirg'inchilikni planlag'achqa shu chaqdan bu haqni aman yo'qtimiz. Shu yo'qitish jarayonida buni ishlatib, mush mingisi juyilgan mullamlar orqali bu haqning mingisi yo'q asmalasiyani texmi tizlatimiz ve irqiy qirg'inchilikqa g'ing qilmaydigan bo'lib, voy sabr qiling deydigan mollamni ijod qilib, mushundoq boshqaramiz degan plan bilan o'ttirg'i chiqargan Xitoy ma'rifi. Shuning uchun 80-yildan 85gacha shunday bir chiroyli o'qish bo'ldi. 85dan keyin Xitoy ahli kitoblarini chiqarib diniy ma'rifimizni cheklab etdi. Shuning uchun Xitoyning qo'lida o'qib qolganlarningki mayli vatanning ichida bo'lsin, mayli vatanning sirtida bo'lsin, Xitoyning puli bilan, Xitoyning dastigi bilan o'qib qolganlarning Sharqiy Turkiston davosiga qilchilik foyda yetkazmasligining sababi shu. Undaqda bu shu Islom instituti deb bir oliy maktab bo'ldi-ku. Onundan sirtmi qurgan, onundan tuban darajadagi nimalar bormi Xitoyninki hukumat tarmoqidan qurgan? Bu viloyatlarda shunda kichik tipdagi insanlarni tarbiyaleydigan Xitoyning maktablari bor. Nimadiki Urumchidagi Islom instituti deb başladı instituti deb. Men hamda shu chaqda 85da hamda bilmagandikim biz o chaqda siyosiy аңimiz jiq eshitib ketmagan bo'lg'achqa men shu chaqda shu Islom institutiga berishga imtihon bergan. Berib imtihondan ayt %100 o'tdik dedik. Shu yerga boramiz deb bo'lsa, to'saq bizni amma devaga. Ama gandaki o vilayetlik bijada bir kadrovat çoğun. Bizninki şu medeniyet inqilabida bizning qo'g'landi olab, shu bizning tunishib qolgan bir kadr tu. Keyin amali asliga Qashqarga qaytib ketgan. Meni ammaga vaqtida shu nimishqa amma deb o'qib deb ashni Qashqarga berib so'dim men. Men imtihondan bek yuqori o'tdim. Asli hamma haq sen borsan deganda bu tanlash kelgan vaqtida Muhammed Salih Damollamni kelib tanlagan shu chaqda. Shu Muhammed Salih Damollamni kelganda shu chaqda bir yuqumliq kasallar Xitoy virusidek hech kim bilan qo'llashib kurashmay uzoq turib, metrlarcha uzoq turib so'zlashib ashunda tanlab ketgan shu odam. Shu chaqda meni ammada palan napto desam, u odam kulib ketib, siz nima deb o'ylaysiz? Nima uchun ochdi bu hukumat bu maktabni deydi? Degandan keyin shu o'qitimiz deb ochganda desam, siz
sizni men bilimi avadi kichigingizdan tatib falan unsurning adami buning unsuri deb sizlar haqoratlanib cho'ng oldinglar. Sizni ammaydi vaga. Şu Xitoyga sodiq, mush hukumatga sodiq ishlaydigan odamni, ishongan odamni oladi. Uning uchun siz kallangizni qattiqmas, sizni ammaydi, xotirjam bo'ling deb qo'ydi u. Shuningdek xotirjam bo'lib, biz o'qishimizni davom qildivergan shu xalq madrasasida. Unda bu nimada odatda Xitoylar bu masjidlarga imomni o'zlari bekitadi. Bu imom tanlashda ular qanday bir o'lchamni qildi? İmam tanlashda shu qo'sqida umid yo'q. Mushu mashhurlashgan amroq Avruparas odamlarni jiqroq tanlaydi. Qo'sqida umid bo'lmagan ekan, qo'sqida umid yo'q odam, umid va odamni bilmaydi. Shunga halqa aşağı geçirip men imam bo'lim deb yüzsizlik qilgandan keyin boshqa da bilimli odamlar bo'lsa-mu, buning bilan tang o'g'ishida bizning tunda imomlik talashida ishlaydiq yo'q. Yaxshi odamlar talashmaydi. Shuning uchun Xitoy halqi umid yo'q, yüzsiz, ayni dapshaq odamni imom qilib tiklab qo'ydi. Uni bijmi bilmaydi. Aningdagi narsa kunda bir qatim, bir oyda bir qatim mayli seçib sildiga obda imomlar, millatlar ittifoqligiga obdan xizmat qilyapsizlar. Xo deb qo'ysa Xitoy bizni xo dedi deb aningdagi shu to'xtamay ishlab ketgan gap Xitoylarga. Shuning uchun vatandagi Xitoyning tanlagan imomlari biri bilimsiz, qo'saqda umid yo'q. Ikkinchi Xitoyga sodiq maxluqlar. Shu Xitoyningki kommunistik ideyasi bilan zaharlangan Xitoy kadrlari desak bo'ladi. Shuning uchun u vatandagi Xitoy tanlagan imomlar bizning diniy sohasimizga vakillik qilolmaydi. Ularga maaş verdi-ku deymen, imamlarga maaş var. Kichikkina berib qo'ydi halqa to'qug'dan chashqandek, shu Xitoyninki kuzning pit ko'zligidan ashinchilar ishlab bermasa, bir to'g'ri tuzga maash bermaydi. Shunday bo'lishi qarma yana, yo'q maashga ishlab beradigan manqurt insonlar. Namdi imom, amaliyotda imonsiz, shunday shaklda. Ularning qildigan gaplarga-mi o'lcham bor? Shundaqku. O'lcham bor. Şu mecliste fıtılay şu Komünistik Parti'nin teşvikatını kıldığın gap, milletler ittifaklıqdan, pilallık tuğutdan, Xitayning bizni yo'q siyaset nim bolsa, hekmay meclisning mihraplarida diyaleydi şu imamlar. Demek bütün Xitay onunga chidamay, yosh bolalar yoki vijdonliq, iymonliq odamlar boshqa yerdan tabliğ qilg'ili tursa, şu imomni chaqib qo'ydi. Masalan, 90-yili şu barın inqilobi jarayonida tashviqot qilayotgan vaqtimizda meni chaqib qo'yganmi shu bizning yezliq cho'ng jamining imomi chaqib qo'yaqlar. Shu barın demak degan bizningki yezida 40 ming nüfus var. Şu 40 ming nüfuslik cho'ng yezi Bazay masjidining imomi chaqib qo'yaqliq meni. Barın vaqasi chirib ketishining birinchi qadami şu imam Xetivaxunumning çekishi bilan boshlangan. Barın inqilobining oldidagi ish bu, shu tayyorlik davridagi. Bu daqda barın inqilobiga qanday bog'liqsiz? Bu yerda bir gap chiqdi. Zeydin Qarininki saboqdoshi desam bo'ladi, yaqin do'sti desam bo'ladi, shu Qashqardagi vaqtimizda birga o'tgan. Billa paranglashgan bu vaqtda billa nima ish qilamiz, qanday planlaymiz bu vaqtda billa paranglashgan. Shu Zeydin Qari Qashqarga kelgandan keyin shu bizning yotoq tushdi, tushdigan yeri shu bizning yotoqdi. Qiladigan ishlarni, paranglarimizni, planlarimizni shu yerdan nima qildik, shu yerdan boradigan, keladigan ishlar shunday bo'ldi. Ammo halqi bizningki shu barın inqilobini qanday boshlaymiz degan vaqtda Zeydin Qari boshchiligida bir qism qarindoshlar biz baştan başlashimiz lazım. Vatanning ham yerini o'yg'itimiz desak, zaten vatanning jiqirda Xitoy askarlari bek kuchli qo'ygandan keyin ham yerdan qo'zg'alishimiz jiq foydasi bo'lmaydi. Biz bir yerdan boshlab, kuchimizni bir yerga yetkazib, shu bir yerdan hujum qilish orqali bir chegaradan aqimizni chet el chegarasiga tayab turib, chet eldan yordam kelib qolsa, shu yerdan oladigan qilib bir yerdan boshlab olsak, şu chet eldan yardım keladigan vaqtgacha biz chidab turali saqlam, chet eldan yardım keladi, shunday qilib bir yerdan boshlashimiz lozim desa bir qismini ya butun Sharqiy Turkiston xalqi o'yganimiz bo'lmaydi, o'g'itib bo'lib boshlaymiz deydigan
ikki ko'z qarash bo'lib, bu ko'z qarashda andan keyin eng oxirgi nimada biz shu vatandagi uyg'onganlarning hammasini mush Qashqar tarafga, mush Opal, mush Atosh bu tarafdagi chegirlarga shu yerga yerlashtirib, shu yerga uzuq-tuzuq nim qilib, biz boshlashni bir yerdan boshlab olsak, mana Sovet yiqilyotdi. Sovet yiqilgandan keyin Xitoy yiqildi. Biz mustaqilligimizga tayyorlik qilmasak, yaxshi bo'lmaydi degan plan bilan şu teşviqat kuchib ketgan biz. To'g'ri tuzgun odamlarni nim qilmizda. Men teşviqat maqsadidan marallashib ketgan. Chunki men taniydigan, meni biladigan jutum shu marallashib olgandan keyin shu yerga teşviq qilamiz deb, teşviq qilg'ili baga berimizda. Shu masjidning, cho'ng masjidning imomi anglab, bizdan ruxsatsiz teşviq qildi deblar, udul telefon qilib, manda aksini inqilobiy harakat bo'ladi deb tutqizib etaylik meni bari inqilobi chiqishdan burun. Shu bari inqilobi chiqqan vaqtda men turmudulab qilishimning sababi shu. Bu bir çoğun uçur oldu. Köp rahmet. Hem de biz Uygurlar Sunni mezhep hem de. Biz hazırlıkça Uygurlarla emas, Şarkı Türkistan'daki Şarkı Türkistan halkı, İslam halkı, Türk halkı Sunni mezheptir. Ama bu Xitaylar yakında bir yerden bir Şive mezhebini tipip ularni teşvik qilib, onunki İran'a özünün o'quvchilarini öğretib, Şive Sunni mezhep emas, ona aksicha qarshi tarafdan bir xil tashviqotga o'rin hazırlandı. Bu bir o'yinmi sizningcha? Bu Uyg'urlarni boshqacha qilib ko'rsatishmi xalqaro? Bu o'yin. Xitoyning yolg'izlan bu ish emas, yolg'iz Shiilarni tarbiyalamaymiz. Shiilarni tarbiyalayotdi. Bular mush yakin atrofidagi mush Shiilarni jiq tarbiyalayotdi. Xitoyning bunday qilishlik maqsadi halqa Uyg'urlarning kimligini Şii ko'rsatish orqali sunniy dunyo, ahli sunniy vel jamoat dunyosidan ayritish bir bu planimiz bor. Lekin tasodifiy Uyg'urlar halqa sen Şia, sen sunniy deb manda urush talash bizning vatanda yo'qda hozirga qadar. Pokistonda eğer bu, Afg'onistonda eğer, İran'da eğer bizning vatanda yo'qdi. Şu Xitoy buni sunniy aldı paydo qilish orqali xalqimizni ichki jidal majroga solib qo'yish uchun Xitoy tarafidan maxsus proje qilib ishlanib o'tirg'i chiqarilgan bir suiqasd harakati. Yalnız bu Şiilik meselesi bilan bitmaydi bu hozir Xitoy. Hozir nima qilib, ma dunyoda bor bo'lgan bir nimba, men mustashriq deydigan bir toifa bor. Ma turkcha orientalist deydi. Uyg'urchadan sharqshunoslar deb tarjima qilib qo'ydi ekan uni. Bularning maqsadi dinni bek yaxshi o'rganadi. Dinni o'rganib onun maqsadi dinni yeyish yoki kuchlantirish emas, dindan to'riz chiqarib, qusur tepib, islom dinidan musulmonlarni qanday qochiramiz, qanday qilib shak shubhaga tushiramiz deydigan bir toifa bu. Bu toifa shu Osmonli ojizlagan vaqtidan tortib boshlangan, har yili 400 milliard pul xarjlab, butun dunyoda diniy olim yetishtirdi bular. Bular hozir qadar shu Qur'ondan u yeramanda xato olib qolgan, hadisning mayri xato olib qolgan deb musulmonlarning aqidasini buzish, dinga bo'lgan aqidasini sultish maqsadida harakat olib berib kelgan. Bu toifa bizning vatanda yo'qdi. Ma yaqin yillarda Xitoy buningga mablag' solib hozir bizning Uyg'urlarning ichidami shu dindan sutlashtiradigan, aqidasini buzadigan, dinalqi ishonchlik emas, diniy manbalarni ishonchlik emas, hadislarni ishonchlik emas, Qur'on ishonchlik emas degandek, ashunda nurg'un fitna fasodlar bilan xalqimizning kallasini qaymoqtiradigan bu toifani Xitoy yasab chiqyapti hozir. Hozir o'rnak hozirgi zamonda o'zini Qur'onchi deb oladigan, Qur'onning soyasiga yushinib olib turib, islomiyatga hujum qiladigan bir dajjal toifasi bor. Naytalqi yuzi qalin, dalil isbotga pisan qilmay o'zininkini so'zlab turaveradigan mushundaq bir dapshaq toifa. Xitoy buningga mablag' solyapti. Shuning uchun biz Sharqiy Turkiston masalasida biror muhim bir ish yuz berganda Xitoyga qarshi mustaqillik to'g'risida yoki milliy birlik to'g'risida biror muhim yuz bergan vaqtida qarab baqsaq, diniy masalada o'zishdan eshak go'shti halalmi harammi, bu qandaqti deydigan azaldan o'ttirg'i chiqib baqmagan pitlarni o'ttirg'i soladi bular. Maqsad xalqimizningki ideologiyasini chechib etish, kallasini chechib etish,
ittifoqsizlikni buzib etish, xalqimizninki diqqatini mustaqillikdan boshqa yerga cho'ritish maqsadida planliq izchil holda elib berilayotgan bir harakat bor. Buning orqasida Xitoy bor. Ama Xitoy hozir biz Uyg'ur millati hozir mustaqillik deb o'tirib chiqqandan keyin Xitoy bu irqiy qirg'inchilikni elib berayotgandan keyin yaqin zamonlarda Xitoyning beshi og'riydiganligini Xitoy biladi. Shuning uchun mushu Uyg'urlarningki Sharqiy Turkiston xalqining mustaqillik harakati rostga aylanib qolsa, bu xalqni mushu hozirgi o'zi tarbiyalayotgan maxluqlar orqali kallasini chekib mustaqillikni markazlashtirmaydigan qilib etish maqsadida mush planlarni o'ynatadi. Shuning qatorida shu Shia projesi mi bor? Xuddi Uyg'urlarningki vijdonli yaxshi odamlarning kallasini joyish orqali Suriyaga har xil yo'llar bilan o'tayotganga o'xshash bu o'yin cho'ng ekan. Endi biz bir siyosiy masala qaytaylik. Dünya Uyg'ur qurultiyi 5-dekabrni Uyg'ur qirg'inchilik kuni deb e'lon qildi. 9-dekabrni. Bunun sebebi 2021-yılı 9-dekabr günü Uyghur sotunun karar edişi bilen buldu. Ama Şarkı Türkistan sürgün hükümeti 19 yanvarını Şarkı Türkistan irqi qirg'inchilik günü deb bekitdi. Bunun sebebi elbette bu günü Amerika hükümeti Şarkı Türkistan'daki irqi qirg'inchilikni itiraf qildi. Bu to'g'riliq o'z fikringizni berib boqamsiz? Rahmat. Mening fikrim hazır Uyghur, muhaciretteki Uygurlar arasında işki yakın var. Siyasi yakından. Birisi müstakilliğimizni qo'lga keltirimiz davatkan müstakillik hareketi. Ekimi. Bular müstakilchi teşkilatlar Sharqiy Turkiston sürgün hükümeti başta bu sübti bilen Sharqiy Turkistonning müstakilligini asliga keltirimiz deydigan bir ekim. Endi maqsadimiz aldığımız 4 yılda Sharqiy Turkistonning besivilingan zamin ekanligini xalqaraga e'tirof qildiramiz dedik ya. Bu e'lon qilingandan keyin aningdan Xitoy taraf shu 9-dekabrni Sharqiy Turkistonningki irqiy qirg'inchilik qilib kuni bekitimiz deb mana o'tirib qo'yib chiqirliq. Sebep nima degan vaqtda o'xshash shaklda Sharqiy Turkiston sürgün hükümeti yanvar 19'ni Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik kuni deb bekitdi. Sebep nima degan vaqtda biz Amerika hükümeti, dunyodagi eng cho'q hükümet sifatida bo'lish bilan yanvarning 19 kunida Sharqiy Turkistonda irqiy qirg'inchilik qilyotdi deb e'tirof qildi Amerika hükümeti. Amerika hükümeti itiraf qilgandan keyin Amerika hükümetini xalqaro kuch qatorida hisoblab biz Amerikani cho'ng davlat Amerika itiraf qilgandan keyin bu dunyoda butun dunyoda itiraf qilinish kerak deganni hisoblab turib biz yanvar 19ni irqiy qirg'inchilik kuni deb bekitdik. Mavla nimaga asoslanib bekitdi? Uyg'ur soti degan bir narsa şu 9-dekabrda o'tirib chiqdi-ku. Shuningga asosan bekitdik dedi. Endi buningki xatirini nima zina va buningki desak, buning xatirini bilish uchun Uyg'ur sotining nima ekanligiga qarab baqsaq bo'ladi. Uyg'ur sot shu atalmış sot hukmnomasiga qarab baqsaq, sotchi o'zi shunday deydi. Bu sot xalqaroda hech qanday besim qilish, mecburlash kuchi yo'q deydi. Chunki uning ismi civil sot, civil degan fuqarochi sot degan gap. Bu pulimiz bo'lgan vaqtda ko'chadan pensiyaga chiqqan sotchilarni, pensiyaga chiqqan huquqchilarni bijaraga kelib, mana yerda bunday shularni sizlar bilimingizga asosan, hozir mushu qo'limizda va mush paktiga asosan sizlar hukm chiqirpiringlar desak, pensiyaga chiqqan ko'chdagi odamlar kelib, bijaraga kelib, hukm chiqargandeklar bir ish, kichiklarning o'yinchiqidek bir ish. Uningki xalqaro hech qanday besimi yo'q. Buning shu xabar qilishdan boshqa hech qanday foydasi yo'q bir sot endi bu. Bu sot foydasi bo'lmaganning sirtida boshda bizning vatanni Şinjan Uyg'ur Avtonom rayoni deb e'lonlik. Xitoyning og'zi bilan e'lonlik. Sharqiy Turkistonda demaymiz, Sharqiy Turkiston xalqi shunday yaxshi ko'rsin demaymiz deydi.
Demek ki Şarkı Türkistan'ın halkının Şarkı Türkistan ismini yaxşı ko'rganligini izlabdi shu sotda hukmnomasiga atalgan hukmnomada. Ammo xalq yaxshi ko'rgan turg'uliq bu nomni ishlatmay tarafsiz holda Şinjan Uyg'ur Abnum rayoni deb olamiz debdi. Tarafsiz deb turib taraf tutibdi ber. Ananiki bu hukmnomning hech qanday majburlash kuchi yo'q, xalqarada inovat yo'q ekanligini o'zi e'tirof qildi. Anandan keyin biz xalqni Sharqiy Turkiston xalqini eng yomon yeri, jon oladigan yeri indigenous minority deb turibdi. Indigenous bo'lganda minority bo'lgan vaqtda qanday xatar bor? Indigenous xalqaro qonunda mustaqillik huquqi bo'lmaydi. Masalan, indigenouснingki xalqarodagi politika, xalqaro siyosatning ma'nosi nima degan gap deb qarab baqsaq, davlat qurib baqmagan, davlat qurish engi yetilmagan, not mature. Başqa bir millat tarafidan g'amxo'rlik qilinayotgan, masalan Xitoy tarafidan g'amxo'rlik qilib beqilayotgan, u millatdan ayrilsa yashayolmaydigan, ibtidoiy, yovvoyi, qaloq bir yerlik oz sonliq toifa degan ma'nosini bildirdi indigenous. Bu indigenous biz yashayotgan Kanadada bor. Bu shu yaqinimizda shu kunda ko'rib turimiz o'lni. Ularningki mustaqillik huquqi yo'q. Nima uchun? Ular indigenous bo'lganligi uchun. Biz indigenous bo'lsak, bizning mustaqilligimiz bo'lmaydi. Mas atalmış sot hükümlerimizde Şarkı Türkistan halkını indigenous deb belgilab. Bu sot atalmış sot bizning mustaqillik huquqimizni butunlay yo'q qilishga tirishgan bir sot. Anandaki minority, biz minority azsalliq bo'lgan vaqtimizda Xitoy majority bo'ladi. Biz minority degan bir davlatningki fuqarolari bu. Biz azsalliq Jungo fuqarosi, Xitoy ko'p sonliq Jungo fuqarosi bo'ladi. Unda bo'lgandan keyin u Xitoy hukumatı ko'p sonliq fuqarolarning manfaatini qo'g'dashga majbur o qonunliq bo'ladi. Shuning uchun bizni minority deyish butunlay bizni Xitoyning ichki ishi deb ayonga so'rab ekitdi. Ash hukmdagi mush ikki kelima bilan maqsad nima degan vaqtda bu Xitoyning odamlari, Xitoyning ichki ishi, Xitoy qanday qilsin mayli degan bir mazmunni chiqaradigan bir hukmnoma bu. Buni hamda ma indigenous iqimi uning asosini bu 9 dekabrni Sharqiy Turkistondagi xalqningki irqiy qirg'inchilik kuni qilib bekitdik deb aniga tayangandan keyin shu hukmnomani e'tirof qilganlik bo'ladi. U hukmnomani e'tirof qilganlik indigenouslыкны, minority azsallikni e'tirof qilganlik bo'ladi. Shuning uchun ular bizni butunlay mustaqilligimizni yo'q qilish tarafdoriga so'rab mengayotgan bir Xitoy vakillari. Ammo biz butunlay mustaqilligimizni asliga keltiradigan bir mustaqillik iqimi. Unda bo'lgandan keyin shuning uchun biz yanvar 19ni Sharqiy Turkiston irqiy qirg'inchilik kuni deb bekitdik mustaqilchi bo'lish sifatimiz bilan. Avvalo Xitoyning odamlari bo'lish sifati bilan indigenouslыкны qabul qilib 9 dekabrni qabul qildi. O'ttirishdagi farq shu. Agar hukmnomani o'qib baqqanlar avval sotga deb qarab turib o'qisa kallasi elishib ketadi. O'qiganlar ashu atalmış sotni Xitoyning advokati deb turib o'qisa. Masalan, Xitoy sotga berildi xalqaradan. Xalqaro dediki, Xitoyga sen irqiy qirg'inchilik qilding dedi. Anki Xitoy xalqaroliq bir advokat evatdi. O advokat nima dedi degan vaqtda shu sot atalmış sotning hukmini shu Xitoyning advokati desa naq joyiga chiqadigan gaplar bu. Bu Xitoy advokatining deydigan gapini atalmış sot bizning hukmnomamiz deb nomus qilmay o'tirib chiqarsa, bizning ma o'tirdi jugurib yurgan indigenuslar uni qabul qilib, buni Sharqiy Turkiston irqiy qirg'inchilik kunninki qilishimizning asosi deb jugurib yurish. Bu shu razolatdan boshqa, rasvolikdan boshqa narsa emas. Rahmat. Bu to'g'riliq millatda bizning sobiq Cumhur rais G'ulom Usmon apandim bir video ishlab, bu yerdagi 27 Uyg'urlarga foydasi yo'q, Sharqiy Turkistonga foydasi yo'q taraflarni ko'rsatgan bu sotninki, bu
bu sotninki hozir kelib bu bir o'yonga aylanib bizning mustaqillik davarimizni xato yo'lga so'raydigan va uningdan chetlaydigan bir ahvol kelib qolgani ham sotning hukmida ash videoni anlaganlarni biladi. Sotning hukmida Uyg'urlarga foydasiz gaplarning aytib ko'pligi. Moyat jihatda Uyg'urlarningki mustaqillik bilan hech yetishmasligi va Xitoylarning gunohini suyuqlandirganligini ko'rib olamiz. Demak, bizning bekitgan Sharqiy Turkiston sürgün hukumatining bekitgan 19 yanvar kuni haqiqiy Sharqiy Turkiston irqiy qirg'inchilik kuni. Buningki asosi bor. Chunki buni Amerika hukumati bekitdi. Bu hukumatningki ashundaq jazolash, zo'rlash kuchi bo'ladi. U mantiqqa uyg'un. Shundan ekan biz bu Sharqiy Turkiston xalqini bir o'ylanishga, tafakkur qilishga, oldida yuz bergan ishga nisbatan bir azroq material ko'rishga, bir to'g'ri hukm chiqarishga chaqiramiz. Bugun bizning suhbatimizda siz nurg'un yaxshi bilimlarni berdingiz. Bizga Alloh tarafdan ato qilingan huquqlarimizning hammasi va yoki hatto inson tarafdan, qonun tarafdan ato qilingan huquqlarimizning hammasi kafolatga ega emas. Buning birdan-bir sababi bizning mustaqil Sharqiy Turkiston davlatimiz yo'q. Bu mustaqilligimizga kafolatlik qilmasak, huquqlarimizga kafolat qilolmaymiz. Biz har qatim da'vatimiz birdan-bir yo'l, chiqish yo'li mustaqillik. Bizningki temamizmi mustaqillik yo'lida izlanish. Bu programmamizga biz har qanday qadam taklif qilamiz. Agar mustaqillikdan boshqa chiqish yo'limiz bor, men bundaq ko'rsatib bera olmayman deydiganlar bo'lsa, marhamat. Biz paranglashsak bo'ladi. Biz bu yerda haqqa o'zimizga irodasini ko'rsatish uchun emas, biz haqni so'zlash uchun chiqamiz. Har qanday fikr bo'lsa anglaymiz, paranglashamiz. Bugungi mush programmaga vaqtingizni ajratganingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Alloh rozi bo'lsin.